Salom, bir voqea aytib beraman. Bir odam o'lgan cho'chqani quduqqa tashiydi. Buni sezgan sichqonlar quduqqa kirdi va uni yeyishadi. Lekin vaqt o'tib chiqa olmadilar va ochlikdan bir-birini yeyishadi va bitta sichqon tirik qoladi. O'sha odam sichqonni dalaga qo'yib yubordi va u boshqa sichqonlarni qira boshladi. Dunyoda urushlar ikki taraf o'rtasida bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, uchinchi taraf sharoit yaratgani uchun bo'lmoqda. Lekin ikki taraf ham foyda ko'rmaydi. Hamma joyda o'liklar! Yana portlashlar! Bu shunchaki vayronagarchilik. Unutmang, uchinchi taraf doimo g'olib bo'ladi. Uchinchi taraf hech qachon urushmaydi. Ular sharoit yaratadi xolos. Natijada urushgan bir-birini yo'q qilishadi. Hech qachon gap so'zlarga kirib, sizni kimdir boshqarishiga yo'l qo'ymang. Mayli, omon bo'ling.